Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Men urolog androlog Tajif Elbek ishbilatuvchi bo'laman. Hozirgi kunda Toshkent shahrida ish faoliyatimni olib kelyapman. Shu kungacha minglab oilalarga farzandli bo'lish baxtiga sazovor bo'ldim. Hattoki azospermiya, ya'ni sperma foizlari nol bo'lgan holatda TZ va mikrotZ operatsiyasi orqali eko-eksi yo'li bilan farzandli bo'lishlikka sababchi bo'ldim. Va azospermiya bilan kelgan insonlarda 70% holatida kriptorxizm kasalligi bilan kelgan va shuni hisobiga azospermiya, ya'ni urug' foizi nol bo'lib qolgan. Kriptorxizm kasalligi bu yoshlarda, ya'ni bolalarda uchraydi. Bir tomonlama yoki ikki tomonlama bo'lishligi mumkin. Kriptorxizm bu tuxumlar xaltasiga tushmasdan turib chanoq sohasida qolib ketishiga aytiladi. Va ba'zi bir ota-onalarimizning befarqligi bilan hozirgi kunda jinsiy zaiflikka va bepushtlikning eng og'ir darajasiga sababchi bo'luvchi azospermiya bu kriptorxizm kasalligi hisoblanadi. Shuning uchun aytamanki, ota-onalar farzandingizni 2 yoshigacha sunnat qildirayotganda albatta tuxumlarni o'zi qildirib qo'yishingizni tavsiya qilaman. Albatta bir yilda bir marotaba urolog va androlog nazoratiga olib kelishingizni tavsiya qilaman. Chunki deganda yoshlarda tuxumlar o'zgarmay qolishini hisobiga spermogramma foizlari nol bo'lib qoladi va tuxumlar rivojlanishdan qolish hisobiga jinsiy zaiflik muammosi kuzatiladi. Va bepushtlikka yana bu sababchi bo'luvchi sabablardan biri bu hozirgi kunda musofirda yurgan do'stlarimizga tegishli. Palapartish har xil insonlar bilan, har xil ayollar bilan jinsiy yaqinlik qilib turib, jinsiy yo'l bilan yuqtirilgan infeksiyalar, ya'ni xlamediya, gonoreya, xlamediya trachomatis, ureoplazma, mikoplazma va boshqa infeksiyalar yuqtirib olishning hisobiga siydik yo'li toraymasi va urug' yo'lini yopib qo'yishning hisobiga ham azospermiya holatiga kelib chiqadi. Ductus deferens yo'llarini yopib qo'yish holatida azospermiyaga olib keladi. U 20-30% holatlarda azospermiya bilan kelgan insonlarda anamnezini yiqqanimizda 3 yil oldin yoki 2 yil oldin begona qizlar bilan jinsiy yaqinlik qilib turib, palapartish lichena olgani hisobidan, urug' yo'llarini yopib qo'ygani hisobidan obstruktiv azospermiya bo'lib qolganligi aniq bo'lyapti. Ushbu holatlar sizda kuzatilishni istamasangiz, albatta begona ayollardan uzoqroq yuring. Va shunaqa sabablar bo'lyaptiki, yaqinda bir bemorimizda ushbu holat sodir bo'ldi. VICH infeksiyani, ya'ni SPIDni yuqtirib olib, ayoliga ham yuqtirganligini bizga kelgandan keyin aniq bo'ldi. Ushbu holatlar sizda kuzatilishni istamasangiz, albatta begona ayollardan uzoqroq yuring do'stlar. Va befarzandlikka yana bu sababchi bo'luvchi omillar bu albatta hozirgi kunda trend desak ham bo'ladi, varakatseli. Varakatseli 40-45% holatlarda bepushtlikka sababchi bo'lishi mumkin. Varakatseli operatsiyasini faqatgina tuxumlar razmeri kichraysa, spermogramma ko'rsatkichda urug' sifati, soni, morfologiyasi, harakatchanligi pasaysa, tuxumlar denga fragmentatsiya yuqori bo'lsa yoki jinsiy zaiflik bo'lsa, ushbu holatlarda varakatseli operatsiyasi qilinadi. Varakatsel operatsiyasi hozirgi kunda 3 xil va